Politsiya keldi. Yangi prinsip bo'lyapmiz. Shuni hisobga. Masalasi tenkasda ekan. Bu yangi prinsipda havuchchasi bor ekan deganlar uchun bu havuchchani suv to'ldirib cho'milamiz. Bu treshotka va yangi reminlarni joyiga qo'yish kerak. Bismillah deb boshladim havuchchani yopishdan. Boya paprikol aytdim. Bu havuchcha temir toshimiz. Shunaqangi spesial prinsip. Bilganlar biladi, bilmaganlar uchun hadinni video qilaman. Videoning kerak emas aytib ketdi aytganlarga. Shu havuchchani ichiga rulonli temirlar qo'yiladi. Reminlarni baylashni boshladim. Mana shunday holatda baylanish kerak degan ustozim. Ustozim to'g'ri aytganmi yo'qmi? O'zi ham to'g'ri aytgandir bu videoni. Kimlardir o'ylashi mumkin, to'poy baylamay shuni yashikchada olib ber deb. Bu prinsipda yashikchasi yo'q ekan, uzr. Shuning uchun baylashga qaror qildim. Shu joyiga Xurshid Rasulovda bo'laveradi degan qo'shiqchasi ketadi. Buncha ko'ngling to'laveradi, hamma dardni olaveradi. Sengacha ham bu dunyo bo'lgan bo'lmadi.